o'z egalariga topshiryapmiz. Yaqinroq keling. Bugun mana shu Spark mashinasiga Qobiljon akamizning Loshin nomloti bilan Nozimxon polvonga nasib qildi. Spark 10 million so'm Bo'mbegimiz Kamolxon akamiz topshiradi bugungi solimda. Bitta qarsa qani. Yaxshi kunlarga mining, malades. Endi bugungi to'yimizni oxiriga tashlagan polvonimiz, mutlaq qahramonimiz, to'yimiz qahramoni Zohidjon polvon kelsin. Mahmud akasidan kerak. Mana Mahmud akamizni Soyxon nomloti bilan Zohidjon polvon mana shu Cobalt mashinasi 30 million so'mga tashladi. Bugungi ko'pkarimizda birinchi avtomashinasi bir Nexia 5 million so'mga Samarqand urgutlik mashg'ulotbozimiz akamiz Murodjon aka Fayziyevni Boeing nomloti bilan Qo'qon Elmurod polvonning o'g'li Bekzod polvon tashladi. Bitta qarsa. Uchta mashina egalari. Nozim hoji, Zohid polvon, Elmurod polvonning o'g'li egalarni aytib oling. Murod akamizning oti, Mahmud akamizning oti, Qobil akamizning otlariga nasib qildi. Hammaga shunday to'ylar nasib qilsin. Akalar, hamisha mana shunday eshigimiz ochiq, xonadonlarimiz sizlar uchun ochiq, biz xizmatdamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Murod aka tabrik. Rahmat. Qo'lingizga sig'mayapti. Oxirini tashlagan Zohid polvonga Toshkent xonobodlik Mahmud akamiz mana shu Cobalt mashinasini padarka qildi. Quloq bo'lsa, Bekzod polvonga padarka bo'ldi. Samarqand urgutlik Murodjon aka Fayziyevni otida Bekzod polvon tashlagan, Boeing bilan tashlagan Nexia 2 Murodjon akamiz